Oxirgi vaqtlarda ijtimoiy tarmoqlarda ko'p eshityapmiz. Qiziga kuyov qilib qo'yibdi, anafilaktik shokdan o'libdi yoki eriga bo'lgan ekan o'lib qolibdi degan xabarlarni eshitdik. Shu holatlar har bitta odamda, har bir guvoh qiluvchi insonda bo'lishi mumkin va bu holatlarda yordam berishni bilishimiz kerak. Assalomu alaykum hurmatli talabalar. Biz sizlar bilan qon tomiriga inyeksiyalar, yonboshdan inyeksiyalar, proba qo'yishlar haqida gaplashdik. Endi mutaxassis anesteziolog, reanimatolog va patofiziolog Oybekdan anafilaktik shokda birinchi yordam bo'yicha to'liq ma'lumotni eshitamiz birgalikda. Shuning uchun siz adrenalin 0.5 qildingiz, 15 minutdan keyin yana 0.5 qilishingiz mumkin. Faqat 15 minutdan yaqinroq bo'lmasin. Nima uchun? Adrenalin qonga ko'p chiqib ketib bo'lish holatlari yuzaga keladi. Bunda u yurakni to'sish boshlaydi. Qorinchilar fibrillatsiyasini chaqirib qo'yadi. Hop, Umar aka nima uchun adrenalin qilmayman dedi? U kardiologda. U tushunadi. U tushunadi. Men adrenalin qilib qo'ysam, bemor anafilaksiyadan tirik qoladi. Lekin fibrillatsiyadan o'lib qolishi mumkin. Kim aybdor endi? Kardiolog. O'zingiz qilasiz deyapti. Tomirdan qilsak-chi? Fibrillatsiya beraveradi. Tomirdan qachon qilishimiz mumkin? Adrenalinni. Agarda bizda kardio monitor bo'lsa, biz tezda kardio lipochkalarni qo'yamiz. Monitorga qarab turamiz. Adrenalin jo'nayapmiz, qarab turibmiz. Jo'nayapmiz, qarab turibmiz. Fibrillatsiya yo'qmi? Qorinchilar fibrillatsiyasi yo'qmi? Agar qorinchilar fibrillatsiyasi yuzaga kelsa, bizda ikkinchi instrument defibrillator bo'lishi kerak. Tezda razryad, yana ritmni tiklab olishimiz kerak. Agar shu holatlar bizda qo'limizda bo'lmasa, biz mushak yorishga qilaveramiz. Tushunarlik? Hop. Nimaga sonni ko'rsatyapsiz? Yelkadan qilsa bo'lmaydi? Adabiyotda beriladi, eng yaxshi joy son lateral sohasiga. Sababi muskul juda nima tarqalishi oson bo'lishi uchun. Lekin sizda imkoniyat bo'lmasa, endi bemorni siz ayting ishtonni tortmasga tortolmaysiz, qiynalasiz va eng udobli joyga qilishga majbursiz. Yo'qdan ko'ra bor. Adrenalinda tomirga jo'natish qonun qoidasi qanaqa? 1 ga 100 eritasiz. Bu degani, mana 100 fizrastol. Mana bizda bir dona adrenalin. Mana bizda bir dona adrenalin. 100 ga 1 qildingiz. Buni ichidan 1 kubigini tortasiz, 1 millilitr tortasiz, tomirga jo'natasiz. Monitorda qarab turibsiz. Xavfsizlik. Xo'p, bu bizda adrenalin bitta qirab o'zi keladi, 0.8%lik. Da. Ikkinchi guruh dori vositalari. Anafilaktik shokda. Anafilaktik shokda ikkinchi guruh dori vositalari. Antigistamin dori vositalari. Antigistamin dori vositalari. Bizda antigen antitela bilan kompleks hosil qildi, bazalni hosil qildi, bazalning ichida granula gistamin bilan. Gistamin chiqib ketdi. Gistamin qanday ta'sir o'tkazadi? Gistamin o'zini H1 gistamin retseptoriga ta'sir o'tkazyapti. Ta'sir o'tkazganda qonlar kengayib ketyapti. Gistamin antigistamin dori vositasini jo'natishdan maqsad biz retseptorni bloklab qo'yamiz. Bizda gistamin bor, lekin retseptor bloklangan. Biz birinchi holatda adrenalin jo'natdik, qon tomir qisqartirdik. Ikkinchi holatda antigistamin kengayib ketishini qayta oldini oldik. Faqat antigistaminlarni uni ham mushak orasiga, tomir ichiga qilish rekomendatsiyada yo'q. Sababi antigistaminlar bosimni tushirishga qobiliyati bor. Qanaqa dorilar? Bu mana Dimidrol. Bu Suprastin. Hop. Üçüncü guruh dori vositalari. Anafilaktik shokda üçüncü guruh. Glukokortikosteroidlar. 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 Gormonlar.
Dexametazon, mana bizda bor ekan dexametazon, prednizolon, gidrokortizon. Endi bu dorilar siz shok shkafda turishi kerak. Doimiy turishi kerak. Ular endi gormonlar qanday ishlaydi? Gormonlar birinchisi mana sezuvchanlikni to'xtatadi. Immunokompleksda bazofilga bor yopishishini shu sezuvchanlikni to'xtatadi. Bu bir. Ras to'xtatdimi, bazofil parchalanmaydi. Undan gistamin ishlab chiqmaydi. Ikkinchi holat alfa 1 adrenal retseptorlarida adrenalinga bo'lgan, mana adrenalin, mana retseptor. Adrenalinga bo'lgan sezuvchanlikni orttiradi. Shunaqa bo'lishi mumkin. Siz bemorga adrenalin jo'natyapsiz, lekin bosim ko'tarilmayapti. Nima uchun bosim ko'tarilmayapti? Chunki sababi bunda qon aylanishib qoldi. Qon aylanishib to'xtaganda har doim metabolik atsidozga olib keladi. Sababi karbonat angidrid to'planishni boshlaydi. Kislorod kelmayapti. Qon aylanishib buzilgan. Karbonat angidrid to'planyapti. Bu bizda atsidozga olib keladi. Atsidoz sharoitida adrenal retseptorlar ishdan chiqadi. Buni sezuvchanlikni orttirish uchun biz gormon beramiz. Siz eshitganmisiz shunaqa holatda? Bir bemorning danasi pasayib qolibdi, tushirgan pasayib qolibdi. Gormon qildi, danani ko'tarildi. Qanday gormon danani ko'taradi? Retseptorda sezuvchanlikni oshiradi xolos. Qon aylanib qisqaradi, bosim boshlanadi. Ikkita holat. Birinchisi sezuvchanlikda. Sezuvchanlik emas, uni kontaktda to'xtatadi. Ikkinchisi retseptorda sezuvchanligini adrenalinga orttiradi. Hop. 4-guruh dori vositalari. 4-guruh dori vositalari. Desensibilizatorlar. 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 To'xtatish degani, buzish degani. Sensible sezuvchanlik. Sezuvchanlik to'xtatish kerak. Kimga? Allergenga. Allergenga bo'lgan sezuvchanlikni to'xtatib qo'yadi. Endi allergen kirsa ham immun tizimda unga sezuvchanlik past bo'ladi. Hop, qanaqa dorilar? Tiosulfat natriy. Tiosulfat natriy. Bitta yo'q ekan, 30%lik 10 ml chiqadi u. Glukonat kalsiy. Kalsiy glukonat. Glukonat kalsiy 10%lik 5-10 ml chiqadi ham. Kalsiy xlorid men qilsak bo'ladi. U ham desensibilizator rolda o'ynaydi. Kalsiy xlorid. Mana 4 ta asosiy guruh siz aniqlik shokka qarshi yuradigan. Birinchisi adrenalin. Adrenalin yo'qmi? Siz bilan chiqib ketishingiz juda qiyin. Hop, ikkinchisi antihistaminlar, uchinchisi gormonlar, to'rtinchisi desensibilizatorlar. Hop, endi boshqalar. Siz bemoringizni kresloga o'tkazyapsizmi? Bu endi to'g'ri hozir aytsam kulgiga eshitishi mumkin, buni hech kim qilmaydi-yu. Bu xatolik. Bemorga kateter qo'yib olishimiz kerak. Tiliga kateter qo'yib olishimiz kerak. Nima uchun? Siz bilmaysiz bemorda anafilaksiya bo'ladimi, bo'lmaydimi, boshqa reaksiya bo'ladimi, bo'lmaydimi, bemorda boshqa faqat jarayon yuzaga keladimi, kelmaydimi. Agar siz kateter qo'ymagan bo'lsangiz, siz uni adekvat olib borishingiz qiyin. Qo'yib olsam deylik, infuzion terapiya olib boshlaysiz. Suyuqlik qo'yasiz tomiridan. Maqsad mana qon tomiridagi ichidagi suyuqlikni ta'minlash. Nimaga? Chunki suyuqlik qochib ketdi bizda. O'tkazuvchanlik buzilganda. Ha? Bizning suyuqlik kiritishimiz kerak. Sizda shok va shkaf bo'lsin. Shok va shkafda обязательно tursin tonometr, daryo o'lchagani. Puls oksimetr. Puls bilan saturasiya ko'rsatgani. Hop, adrenergik dori vositalar tursin. Bu adrenalin.
Hop, siz tomirga qo'ydingiz, infuziyadan davriyani ko'tarish maqsadida davriyani ko'tarmoqchi bo'lyapsiz. Nol adrenalin tomirsiz bo'ladi. Endi uni sizda shunga yarasha tayyorgarlik bo'lsa, uni ko'p qilsangiz kasal boshqa narsalarga ketib qolishi mumkin. Hop, adrenalin, noradrenalin, dopamin, mezaton va hokazo. Sizda bo'lishi kerak antihistaminlar, dimidrol, suprastin tushmaganda, gormonlar, dexametazon, prednizolon tushmaganda, sensibilizatorlar, tiasulfat, kalsiy-glukonat tushmaganda. Infuziya uchun dori vositalari. Glukoza 5%lik, 10%lik, natriy xlor 0.9%lik, ringer, endi rosa kayfiyat yaxshi bo'lsa, kolloidlar olib qo'yishingiz mumkin. Hop. Endi